Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçlər. Həftəlik mühim xəbərlər proqramımızı görüşünlərine qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğun. Qadirli görmənlərimiz, bugün 2022 yıl 6 mart yekşənbə hər həftədə olub atqandək bütün dünyadakı, dünya gün tərtibində olub atqan şundaqla Şərq Türkistan əlaqədar mühim xəbərlərini huzuruna sunub kelyapmiz. İnşallah bu həftəlik mühim xəbərimizni Şərq Türkistandan başlayımız. Birinci xəbərimizə ötüb kelsek, Xitay Uyğur mədəniyyətinə əlaqədar zor türkümdəki orqanlarını əməldən qaldır deyə mövzulu xəbərimiz buldu, qadirli görmənlərimiz. Həmmizə məlum bolğandək Xitay bugünkü kündə aşkarlanıb atqan cinayətlərini inkar qılıb kelyaptı. Şərq Türkistan xalqının meyli mədəniyyətimizə əlaqədar bolsun, meyli dini məsələlərə əlaqədar bolsun, hər qandaq nərsəyə biz yol qoyuvatımız, ular naiti bayaşatlıq içində erkin yaşayıvatıdı degan bu səfsətini setivatıdı. Dəl məşundaq bir paytda Xitayninki Uyğur xalqını yo'qotish uchun qanchalik tirishçiliklarni ko'rsatayotganligi, qanchalik bostirayotganligi Xitoyning o'zi e'lon qilgan atalmış Uyğur Avtonom rayonluq xalq ishlari nazorati 22 fevralda organ tor betida e'lon qilingan bir xabar. İctimai təşkilatlarının qanuni ilgilərinin ro'yxat guvohnomasi va tamg'isini inovatsiz qilish uqtirishi nomli bir umumiy uqtirish tarqatgan. Bu yerda albatta Uyğur mədəniyyəti və Uyğur ma'rifiga aloqador zo'r turkumdagi jamiyat, maktab, bu yerda maktab degan vaqtimizda albatta biz Turkiyadagi yoki boshqa davlatlardagi xususiy maktablarni o'ylasak bo'lmaydi, albatta buni o'ylamaymiz. Kurs shakldagi Xitoyning qatma-qat tekshirishidan, tasdiqlaridan, pora verishlaridan kim bir Uyğur xalqiga qandaq qiyinchiliklarni tug'dirganligi hammamizga ma'lum. Ya'ni Xitoyning shuncha vala qattiq besimidan o'tib ondan qurilgan shu kurs tipidagi maktablar, til kurslari degandek bularning hammasini va Uyğur mədəniyyətinə aloqador bo'lgan shundaq ishlarni qildigan jamiyatlardan iborat 160 ijtimoiy tashkilotni amaldan qoldirganligi buni taqishi kerak ekanligini bildirgan. Bu yerdeki mazkur uqtirishdagi amaldan qoldirilgan tashkilotlar tizimligining ichida Uyğur klassik adabiyoti va muqam tadqiqot jamiyati, Uyğur klassik adabiyoti tadqiqot jamiyati, Intil Uyğur kasbiy maktabi, Miraj texnika maktabi, Chegara rayoni savdo jamiyati, Atlan kasbiy texnika tarbiyalash maktabi degandek 160 jamiyatni o'ylab boqayli. Buni butunlay amaldan qoldirib şu ro'yxat guvohnomasi tamg'isining bekor qilinganligi uqtirish e'lon qilingan kundan boshlab 3 oy ichida amaldan qoldirishga aloqador rasmiyatlarni mazkur maktab, kurs bu jamiyatlarniki bajarish kerakligi, boshqa har qanday faoliyatini butunlay qonunsiz bo'lganligini e'lon qilgan Xitoy. Demak, hammamizga ma'lum bu yuqorida tilg'anib o'tgan maktablarningki shu qiyinchilik sharoitlarda xalqimizga bir ruhiy ve uzuq berish uchun tirishayotgan kurslar va jamiyatlarni bularning hammasi albatta shuni qilib qo'ymay, har jihatdan Uyğur millatininki ma'naviy uzuq oladigan, o'zini bir taraqqiy qildirishga hassasi bo'ladigan, masalan, texnika kurslari, maktablar degandek bularning hammasini amaldan qoldirganligi bu xalqimizga berilgan, xalqimizni yo'qotish uchun besilgan yana bir küçük bir qadam bo'lgan bo'ldi Xitoyninki. Xo'sh, ikkinchi bir muhim xabarimizga o'tsak, bu haftadagi Yevropa havo tavallikini Rossiyaga taqidi. Albatta Rossiya Ukraina urushi bugun 11-kuniga qadam qo'ydi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Dunyoning ko'z oldida bu urush bo'lib o'tdi. Rossiyaninki Ukraynani bosqinchilikqa, Ukraynani ishg'ol qilishiga qarshi har kuni yangi bir jazolar yangidan har qaysi davlatlardan berilyapti. Shuning jumlasidan Yevropa Ittifoqi 27 fevral Yevropa Ittifoqi komiteti boshlig'i Ursula von der Leyen bayonot e'lon qilib, Yevropa Ittifoqining butun havo tavallikini Rossiya va Osiyo shirkatlariga taqash qarori chiqarganligini bildirdi. Shuningdek, qarorda oligarxalarning shaxsiy aeroplanlarini o'z ichiga olganligini tilga oldi. Shundaqla u Yevropa Kremlning axborot apparatlarini cheklaymiz. Rossiyaning axborot organlari bo'lgan bugungi Rossiya va Sputnik qatorliq axborot vositalarining tarmoq shirkatlarini cheklaymiz. Ular hamda Putinning urushni yo'lliq ko'rsatish uchun deyotgan yolg'on so'zlarini aytolmaydi degan bayonotni
bergan bo'ldi. U yana Belorussiyaga yangi embargolarning yurgizilganligini e'lon qildi. Ma'lumimizda, hammamizga ma'lum bo'lgandek, Belorussiya albatta Rossiyani qo'llab kelayotgan davlatlarning biri. Shundaqla Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat va bexatarlik komiteti oliy vakili Josep Borrell yo'l qo'yilgan tadbirlar bilan Rossiya Markaziy bankasining mulklaridan yarimidan ko'pining to'g'natilganligini bildirdi. Albatta buningga qarshi Rossiya bu qarordan keyin buningga javoban 28 fevral Yevropani o'z ichiga olgan 36 davlatga o'zining havo sohasini taqagan bo'ldi. Albatta buningki yuk tashish va yo'lovchilarning nurg'un safarlarga jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqarayotganligi bu haftalik xabarlarda berildi. Shundaqla Amerika yana Rossiyaninki 12 nafar diplomatini qo'g'lab chiqarishni buyurdi. Bu albatta BBC'ning 28 fevraldagi xabarida tilga ilinib, Amerika Birleşken Devletler Teşkilatı'da turuşluq Birleşken Devletler Teşkilatı'ga Rossiyaning 12 nafar diplomatini qo'g'lab chiqarish to'g'risida buyruq tushirilganligi haqidagi xabar. Shundaqla Biden Yevropaning kendidan bu Amerikaning havo sohasini Rossiyaning aeroplanlarga taqaganligini e'lon qildi. U icra qilgan embargolar sababidan Biden Rossiyaga icra qilgan embargolar sababidan Rossiya rublisining bugungacha 30% bu kongressda so'zlagan Bidenning nutqi mush so'zi dedi buni havo sohamizni butunlay Amerika Rossiyaning aeroplanlarga chekladik va biz icra qilayotgan boshqa jazolar bugun Rossiya rublisining bugungacha 30% qiymatini yo'qotdi. Rossiya aksiya bozorlarining 40% qiymatini yo'qotganligini bildirdi bu so'zida. Shunaqla aksiya bozorlarining ishlarining to'xtatib qo'yilganligini bildirgan bo'ldi. Mana bu shaklda xilma-xil jazolar Rossiyaga berilyapti. Hamda yana bir muhim xabarimizga o'tsak, Amerika ittifoqdoshlarini Xitoyning hakkerlik qurolidan ogohlantirdi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Reuters agentligining 28 fevraldagi xabari bu. Bu Amerika tor bexatarlik shirkati Symantec bexatarlik tadqiqotchilari Xitoyning intayin murakkab qurilmaliq hakkerlik qurolini bayqaganligini 10 yildan ko'proq vaqtdan buyon kishilarning bu qurolni bayqay olmay kelganligini bildirdi. Amerika amaldorining aytishicha, bu shirkat shu yaqin oylarda bayqagan bu Xitoyniki jasuslik qurolini Amerika hukumatiga bildirganligini, Amerika hukumati bu uchurni darhol o'zining chet ellik boshqa ittifoqdoshlariga o'rtoqlashganligi bildirildi. Amerika tor bexatarlik va ul aslaha bexatarlik idorasi CISI'ning muavin mudiri Clayton Romans biz ilgari bu narsani ko'rib boqmagan. Bu biz erishmoqchi bo'lgan uchurlardan biri degan so'zni ishlatdi. Shundaqla Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi bu vaqtda hech qanday inkos bildirmadi bu xabar chiqqandan keyin. Xitoy amaldorlarimizga ma'lum bo'lgandek davomli mana shunday turdagi xabarlar chiqqan vaqtida darhol o'zining bu tor hujuminingki qurboni ekanligini xalqaro davomli deb o'zi qilayotgan jinoyatlarni davomli yoshirib kelayotganimiz bilgandek. Symantec'ning texnik direktori Vikram Thakur shirkat mazkur yomon g'arazlik yumshoq detalni Xitoyga bog'laydi. Chunki Dashinni asos qilib qo'lashtirilgan zapchastlar va Xitoyga munosabatlik boshqa kompyuterlarning hakkerlik ula aslahalari yoki tor hujumining birlashtirilganligi bir haqiqat degan bayonoti bo'ldi. Symantec'ning tadqiqotchilarining aytishicha, tajovuz qilish ko'lami va murakkabligi sababidan Xitoyning Dashindan iborat bu qurolidan ogoh bo'lish hamda diqqat qilishga arziydi ekan. Xo'sh, yana bir muhim xabarimiz kelsak, Turkiya barliq davlat harbiy paraxodlarining Bo'g'izdan o'tishini chekladi. Albatta, bu ya'ni shu Rossiya Ukraina urushi sababli bo'layotgan jazo yoki cheklamining birisi. Albatta Turkiya o'zininki na Rossiya tarafda, na Rossiyadan, na Ukrainadan voz kechilmaydiganligini bildirganimizga ma'lum bo'ldik. Biz kundalik xabarlarimizda buning tafsilotini berdik. Chunki har ikki davlat bilan nihoyat yaqin munosabatlar bor Turkiyaniki. Lekin bu urush paraxodlarining urush mezgilida İstanbul Bo'g'iz bilan Çanakkale Bo'g'izdan o'tolmaydiganligini, chunki bu shu bayonotda Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu barliq davlatlarning harbiy paraxodlarini Bo'g'izdan o'tishiga bo'lmaydi deb ogohlantirib,
bu nima uchun ishlatganligini, buni nima uchun yo'l qo'yganligini bildirib, 1936-yilda imzolangan Montreux Bo'g'izlar kelishimining ijro qilinganligini, Turkiyaning bunga majbur ekanligini, chunki urush tarafi bo'lmagan bo'lsa-mu Turkiya urushga kirgan davlatlarning harbiy paraxodlarini Bo'g'izdan o'tkazmaslik huquqi borligini bildirib, agar harbiy paraxod o'zining bazasiga, urushga emas, bazasiga qaytmoqchi bo'lsa, Bo'g'izdan o'tishga ruxsat qilganligini bildirgan bo'ldi. Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'li bayonotida Qora dengiz qirg'og'idagi davlatlarni İstanbul ve Çanakkale bo'g'izlaridan harbiy paraxodlarni o'tkazmaslik to'g'risida ogohlantirish bilan birga Rossiya va Ukrainaning hozirgacha bo'g'izdan o'tish talabini Turkiyaga bildirmaganligini ham so'ziga qo'shib qo'ygan bo'ldi. Xo'sh, yana bir muhim xabarimizga kelsak, Xitoy Rossiya bilan savdo hamkorligini davomlashtiramiz dedi. Shuncha vaqt yuqorida so'zlab o'tilgandek, bugun dunyo kun tarafining birinchi nimasi turibdi bu Rossiya Ukraina urushi. Her tarafdan jazo berilyapti dedik. O'tgan hafta xabarimizda nima degan to'q Xitoyninki Rossiya tarafida turayotganligini. Bu ishg'ol bunda boshqalarning davlatini besfelish bu Xitoyninki tabiiy ekanligini ham biz bildirgan to'q. Xitoy tashqi ishlar ministri bayonotchisi Wang Wenbin biz Rossiya bilan o'zaro hurmat qilish, teng foyda olish va barobarlik asosida savdo hamkorlikni o'rnatishni davomlashtiramiz. Yuqoridagi bütün davlatlarning jazosi amallar ma'lum bo'lgandek bu boshqa davlatlarning Amerika boshliq bu davlatlarning jazo berishini qonunsiz bir jazo degan narsani ham o'tgan haftadagi xabarimizda biz degan to'q. Bu bayonotni bergan Xitoy. Bu jazolarni e'tirof qilmaydiganligini davomlashtirganligini bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi shu Wang Wenbin tunugun muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyning energiya qatorliq tovarlarni setib olish orqali Rossiyani qo'llaydigan yoki qo'llamaydiganligi to'g'risidagi bir savolga muxbirlarning savoliga duch kelib, buni javob berganda biz Rossiya bilan o'zaro hurmat qilamiz, davom qilaveramiz degan bu safsatini satgan bo'ldi Xitoy. Xo'sh, yana bir muhim xabarimizga kelsak, Hindiston Xitoyning siyosiy va iqtisodiy planlariga qarshi tadbirini kuchaytirdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, Hindistonninki albatta bundan burungi mayli kundalik xabarlarimiz bo'lsin, haftalik muhim xabarlar bo'lsin, berayotimiz Xitoyning nurg'un davlat bexatarligiga ham xalqininki uchur bexatarligiga Xitoyning ig'ir ziyon yetkazayotganligini bildirib, Xitoyning nurg'unlagan yuzlagan applarni cheklaganligi hammamizga ma'lum. Bu xabarmo Hindiston yuqori texnikalik ishlab chiqarish iqtidorini texnik kuchaytirish orqali Xitoyning siyosiy va iqtisodiy qo'sh strategiyasiga qarshi turish tadbirini kuchaytganligini bildirdi. Amerika ovozining 1-martdagi xabarida yer shari bo'yicha o'zak kamchil bo'layotgan paytda hammamizga ma'lum bu o'zakning kamchilligi butun mayli mashina sohasi bo'lsin, butun elektronlik uskunlarning hammasiga kerak bo'lgan bu o'zakninki qisliqi masalasidan Xitoyga berilgan nurg'un jazolar sababli u texnik bu narsalarning bahosining o'sib ketayotganligi hammamizga ma'lum. Buni Xitoydan chekinayotgan jazo sababli bu shirkatlarni Hindiston bozorida, Hindistonda bularni jalb qilish, bu shirkatlarni Hindistonda zavod qilishga jalb qilish uchun nihoyat jiddiy siyosatlarni yo'l qo'yayotganligi ma'lum Hindistonniki. Hindiston bosh ministri Narendra Modi faol harakatga o'tib, dunyoning har qaysi joylaridan hamda Xitoydan chekinib chiqqan yerim o'tkazgich ishlab chiqaruvchi kasb shirkatlarni Hindistonda zavod qurishga jalb qilgan. Shu orqali yerlik yerim o'tkazgich ishlab chiqarish ekologiya sistemasi tasavvurini amalga oshirish planini yo'l qo'ygan. Undan boshqa Hindiston yana davlat bexatarligini qo'g'dashni asos qilib 200 dan ortiq Xitoyning qo'llanishdan biz o'tgan hafta buning xabarini bergan to'q butunlay cheklagan edi. Texnik raqobatida Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi tutaksiz jang liniyasini boshlatganligini bildirgan edi. Tahlilchilar bu yerda Hindiston bu plan orqali o'zining texnik ishlab chiqarish sanoatining chidamchanligini kuchaytirib, chegara to'qinish sababidan Xitoy bilan to'qinishib qolgan paytdan foydalanib, iqtisod va savdo sohasida Xitoyga tayanib qolishdan iborat bu holatdan qutulmoqchi bo'lyapti degan so'zlarni qilmoqda. Xo'sh, yana bir muhim xabarimizga kelsak, Xitoy axborot e'lon qilish yig'ini orqali xalqaro jamiyatni aldashga urindi. Albatta qadrli ko'ruvchilarimiz, buni davomli ko'p ochadigan bo'lib qoldi Xitoy. Chunki kelayotgan besim, buning Xitoyning badbashirasi, Xitoyning razilligi
күндүн күнүгө ашкарылып атканлыгы үчүн dalil ispatlıq aşkarlanmasımı Xitay yani yüzü qızırış yoki xijil buluş deydigan bu sifat Xitoyda tepilmaganligi uchun Ataytin Beijingga nurg'un muxbirlarni, xalqaro muxbirlarni taklif qilib, bu yerda har doim yolg'on sahnalarni yasab, yolg'on guvohchilarni bu yerga majburiy akilib, bizning vatanda bo'layotgan ishning dal aksini, bu safsatini setib kelmoqda. Bugun mushuncha vola isbotlarning oldida yana o'zini oqlab, shu 1-martga Tangri 1-martdagi xabari bu xabar atalmış Uyghur Abdunumraylık hükümetiniki xadimleri Beijing'da bu yığılıp ötküzülgen. Devamlıq biz ismini tol tilgə elib zirikib ketdik Xitaylarnınki. Shu Guishan bu Abdunumraylık hükümetinin axbarat bayanatçılarından Qorçaq əməldarlarından Elican Anayet atalmış Uyghur Abdunumraylık Ayallar Birleşməsinin reisi Aynur Maqsad Yuqori Sot Məhkəməsinin muavin başlığı Wang Laotao qatarlıqlarının riyasetçilikdə bu yığın içilgan oldu. Şarq Türkistan'a alaqadar 69-cu növbətlik axbarat. Oylab bu 69-cu növbətlik axbarat elan qilish yığını eşib tutmuşdu olan Xitaylar. Yani cinayetçi Uğur'un yürük pok degende müşahidimi bilib aladığımız bu içideki gaplar elbette biz günlük xabarlarımızda təfsilatını bədik. Bu yerdə bu Xitay bu şu Guishan'ı Xitay'dan deyib bilsənglər. Bu sözüge qarab baxaylı. Yani terörlük ve bölgünçülükке karşı qat'iy kurash hamda navbatdagi xizmat metodi qat'iy davom qiladi. Yana bir tarafdan inkor qilib turdi, yana bu yerda qat'iy bu hozirgi vahshiy siyosatning butunlay davom qildiganligini ta'kidlagan bo'ldi. Buni jar soldi. Bu albatta Sharq Turkistondagi vaziyatning biz ilgirki xabarimizda bergandek o'zgarmaydiganligidan bir bishorat. Hamda Wang Laotao degan Xitoy muxbirlarning Uyg'urcha darslik haqidagi kitaplarni amaldan qoldirib, bu Uyg'ur xalqininki tiliga, bu o'zininki ma'rifiga bo'lgan bu cheklama haqida gap qilganda bu Xitoyning ilgari surgan shu safsatasiga qarab boqaylik. Sobiq ma'rif noziri Sattar Savutning g'arazlik holda Yolqin Ro'zi, Tahir Nasir, Abdurazaq Sayim, Vohidjon Osman, Olimjon Mamtuman qatorliqlar bilan til biriktirib, öz milletining tarix va madaniyati asos qilingan Xitoyga doir mazmunlarni chiqarib o'tgan, elib tashlangan bölgünçülük, terrorlik, diniy ashquluk mazmunda darslik kitoblarini tuzib chiqqanligi. Bu kitoblarning 25 million parcha bosilib, 2 milliondan ortiq Uyg'ur o'smirlarga tarix etilib, ularni zaharlaganligi haqida bu safsatini satib o'ylab boqaylik. Yani Xitoy biz tasavvur qilamiz, dunyo tasavvur qilamiz, kommunistik bir Xitoy rejimining ostida bir kitob, bir yonchuq kitobi bo'lsa-mu, kichik bir qanchalik tahrirden, qanchalik odamdan, qanchalik Xitoyning lalmalarining oldidan o'tadiganligini dunyo bildi, dunyo. Biz albatta texinbek yaxshi bilamiz. Shu yozuvchilarimiz shular qanchalik besim ostida ishlaydiganligini. Xitoyning o'tirib qo'ygan safsasiga qarab boqaylik. Bularni albatta yuqori tilga ilinganlarning hammasini bo'xton bilan muddatli uzun yillik kesib qilgan xabarlarni albatta o'z vaqtida biz bergan bo'ldik. Bu numussizlarcha bugun dunyoning oldida mana bu safsatlarni setib o'tdi Xitoy. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Xitoy bayonotchisi Sharq Turkiston masalasida yana bildirdi. Albatta, Wang Wenbinninki davomliq bildirilib kelayotganidek, bu Xitoy tashqi ishlar ministri bayonotchisi Wang Wenbin 2-mart o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'inida Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinkenninki Xitoy rejimining navbatda Sharq Turkiston xalqiga ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni davomlashtirayotganligini bildirganligi. Antony Blinken chiqish kerak demayapti. Buni bu vaqtda savol so'radim muxbirlar. Antony Blinken 1-mart ishlangan BDT kishilik huquq kengashining 49-qatimliq yig'inida silliq nutq so'zlab, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatlarga qarshi irqiy qirg'inchilik ve insaniyetga qarshi jinoyatlarni davomli ijro qilayotganligini bildirdi Antony Blinken. Bu so'z haqida Wang Wenbindan savol so'ralgan vaqtida bu yana o'xshashlam butunlay bunga Amerika Xitoyga qarshi chaplanyotdi. Biz bunda qilmadik. Xitoy Amerikaning so'z jo'shak tarixi deb Xitoyga qarshi chaplash qilmishiga qarshi turdi degan bu safsatini yana o'xshashlam satgan bo'ldi. Yana o muxbirlarning savoliga bergan javobida Xitoyni yani o'zini aqlab irqiy qirg'inchilik jinoyatining BDT'de belgilangan qattiq o'lchami borligi, amaliyotda Amerikaning tarixda indiyalarga irqiy qirg'inchilik yurgizganligini
Sen yürgüzgen aslida vatıda. Bu haqda Xitoy Tashqi ishlar ministrligining yangidan maxsus maqola e'lon qilganligini jar solgan. Men sizinki irqiy qirg'inchilik yurgizganligi haqida bu yangidan bir maqola e'lon qildik biz. Asli sen yurgizgandan deb maligisini o'g'ir kuchlik degandek bu numussizlikni qilgan. Xitoy bayonotchisi oxirida yana xalqaroliq tashkilotlar e'lon qilgan Xitoyning nüfus cheklash jinoyati haqidagi dokumentlar va hujjatlarni butunlay inkor qilib, o'tgan 60 necha yilda Xinjiangning umumiy nüfusi 4 hassa oshdi. Uyg'urlarning umumiy nüfusi aslidagi 2 million 200 mingdan 12 millionga yetdi degan bu safsatini satqan. Bu yerda irqiy qirg'inchilik yo'q. O'ylab boqaylik qadrli ko'rmanlarimiz. Yani biz çoğun olsak devatı bizden vatanimizden sağdı. Bu nimandaq köpeymaydigan bu millet bu. Her e'lon qilgan san bir-biriga tutmaydi. Bir-biriga mos kelmagan şekilde. Bu yerda albatta tarixchilarimizga bunu bir yig'ib akilib Xitoyning yuziga uradigan şekilde bir dokument tayyorlashi kerak ekanligi bir vazifa tushgan bu deb qarayman bu yerda. Xo'sh, qadrli ko'rmanlarimiz, yana bir muhim xabarimiz bo'lsa, Germaniya BDT Uyg'ur kishilik huquq dokumentini e'lon qilishi kerak. Germaniya buni BDT'den talep qilgan bo'ldi. Germaniya Tashqi ishlar ministri, albatta bu Germaniya ovozininki xabari. Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock 3-mart BDT kishilik huquq kengashining 49-qatimliq yig'inida sinliq so'z qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishxonasini Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyati to'g'risida tayyorlangan, ammo hozirgacha e'lon qilinmay kelayotgan bu dokumentni sizdan e'lon qilishni chaqirdi. Biz ilgirki o'tgan haftalardagi xabarlarimizda, hatto Olimpikdan burunmi biz bu xabarlarni dedik. Tayyorlanib, burun tayyorlanib bo'lgan dokumentning hozirgacha e'lon qilinmayotganligi haqida dedik va BDT bu vaqtda jiddiy shaklda ayblanayotdi. Michel Bachelet bo'lsin, bu Guterres bo'lsin, hammasi chaqirilyapti buni e'lon qiling deb. Hozirgacha e'lon qilmag'ati bu qitimimda Germaniya Tashqi ishlar ministri buni jiddiy tashabbus qilib, bu vaqtdagi dokumentni e'lon qilinglar deganni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Shunaqla Xitoyni Sharq Turkistonni cheklimisiz ziyorat qilishga, ruxsat qilishga chaqirdi bu so'zda. Ham e'lon qilinsin bu, ham Xitoy bu Sharq Turkistonni assun biz cheklimisiz ziyorat qilish kerak buni xalqaro deb bu so'zni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Albatta Michel Bachelet'niki bu kechiktirilganligi dokumentning e'lon qilinishini kechiktirilganligini BDT kishilik huquq oliy amaldori Michel Bachelet'ning ishxonasimi mazkur dokumentni e'lon qilishni kechiktirilganligini e'tirof qilgan deb. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi 28 fevral to'r orqali BDTning shu yig'iniga kishilik huquq kengashining 49-qatimliq yig'inda yuqorqi yig'inga qatnashib, Sharq Turkistonning vaziyatini yana burmalab, Xinjiangdagi har 530 musulmonga o'ttir hisob bilan birdan masjid to'g'ri keladi degan bu safsatni xuddi Xitoy sepaganda Sharq Turkistondagi sen qancha 10 minglagan masjidni chaqib o'tding, bugun hammasi dalil isbotliq turdi. Qanchalarni mayxonaga, boshqa har xil narsaga o'zgartding, buni xuddi dunyo bilmaydi. Xuddi Xitoy bu yerda musulmonlarga ajoyib bir Uyg'ur xalqiga yaxshi ish qilib o'tgandek, numus qilmasdan bir masjid sog'andek Xitoy buni o'tirg'i qo'yibdi hozir. Hatto bu nisbatda Xitoy og'zi tegmay bunday ketgan gapda nurg'un g'arb allari va musulmon davlatlarga selishtirganda hozir Xinjiangdagi Uyg'urlarga manda yashayotdi. Biz manda sepiryapmiz deyapti. O'ylab boqaylik yani. Numus zarra qadar numus bormi Xitoyda? Wang Yi yig'inda yana har qaysi davlatlardan kelgan kishilarning Sharq Turkistonni ziyorat qilishini qarshi olganligi, shuningdek BDT kishilik huquq komissari Michel Bacheletning yaqinda Sharq Turkistonni ziyorat qilishini qarshi olganligi haqidagi koni safsatisini bildirgan bo'ldi. Albatta kasamiz ziyorat tekshirmaysa, biz nega apasak shu sahnamizga berishing kerak deb aytgan Xitoy bu yani. 100 turlik, 1000 turlik to'salg'ularni paydo qilayotgan Xitoy. Muxbirlarning oldiga kelganda bayonot bergan vaqtida bu safsatisini qo'rqmay setaverdi. Xo'sh, yana bir muhim xabarimiz kelsak, Pompeo Tayvan bilan diplomatik munosabatni asliga keltirishni talab qildi. Amerika sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo albatta Biden o'tgan hafta bu Tayvanni ziyorat qilish uchun yuqori darajalik sobiq mas'ullarni avatgan tamda. Ularning ziyoratidan keyin ham uni albatta tafsilotini berdik. Amerika sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo
Amerika hukumatidan Tayvanni diplomatik jihatdan rasmiy e'tirof qilishini talab qildi. Bu xabar Germaniya ovozininki xabarda berildi. 4-mart Taybeyda o'tkazilgan Ishki qirg'oq aloqa fondi tashkillangan yig'inda so'z qilib, Mike Pompeo Amerika hukumati va Tayvan doiralarini rasmiy diplomatik munosabatni asliga keltirishga chaqirdi. U so'zda Amerika hukumati darhol zarur ve uzungu suzulgan tadbir qo'llanishi kerak. Tayvanni diplomatik jihatdan e'tirof qilib, igilik huquqliq erkin davlat deb bekitishi kerak degan o'tir qo'ydi. Pompeo Tayvanning mustaqilligining allaburun amaliyotga aylanib bo'lgan bir ish ekanligini, Tayvan mustaqil davlat bo'lganligi uchun mustaqillikni jakarlashning hojati yo'q. Tayvanni diplomatik e'tirof qilish to'g'ri va aniq bir ish degan so'zni ishlatgan bo'ldi. Albatta, hammamizga ma'lum bo'lgandek, 1979-yili şu yılın 5'inde Taybey bilen bo'lgan diplomatik munosabatni Amerika üzüp Xitoyni e'tirof qilgan. Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatib, Xitoyniki davomliq butun dunyoga zo'rlab kelayotgan bir Xitoy siyosati atalmış. Bunu qabul qilgan Amerika. Ammo lekin shundaqdimi, shu tarixdan buyon hozirgacha Tayvanga alohida muomala qilib, siyosatni, Tayvanni qo'llash siyosatini yurgizib kelyapti. Bu shu Mike Pompeo bunu devatgan Mike Pompeo'nun bu ziyaretinden fakat bir neçe hafta ilgirlam Xitoy bilan Rossiya bo'lsa birlashma bayonot e'lon qilib, o'zlarining Tayvanni Xitoy cho'nquruqligining ayrilmas bir qismi deb qarash qatorliq bir qator tashqi siyosat masalasida birlik kelganligini e'lon qilgan edi. Bir neçe hafta burun. Xo'sh, yana bir muhim xabarimizga kelsak, NATO tashqi ishlar ministrlari Bryusselda to'plandi. Albatta bu yani şu bugünkü dünya kun tarafı turayotgan bir Rossiya-Ukraina meselesi sababli 4-martdagi tashqi ishlar ministrlari yig'inida şu Bryusselda yig'ilgan bo'ldi. NATO tashqi ishlar ministrlari Rossiyaning Ukraina hujumidan keyingi NATOning Sharqi va O'rta Yevropadagi uzun muddatli planining muzokara qilinishi uchun, yani bu planlar muzokara qilinishi uchun Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan Jens Stoltenberg NATO baş katibi ikisi yig'indan burun bayonot e'lon qilib, birlikda ittifoqning Rossiyaning Ukraina hujumidan keyin tez suratda birlikda ekanligini dunyoga namoyon qilganligini bildirdi. U NATOning bexatarligini kuchaytirish uchun plan tuzganliklarini tilga olib, NATO mudofaani maqsad qilgan bir ittifoq. Biz urushni xohlamaymiz, ammo urushga duch kelsak, uningga tayyormiz. NATO ziminlarining har bir g'ayrichi yerini qo'g'daymiz degan iboralarni ishlatgan bo'ldi. Ve Stoltenberg mi yig'inda Rossiyaning Ukraina ishg'oliga qarata ko'rsatilayotgan qarshiliklarni muzokara qilganligini, urush va qarshilik ko'rsatishlarining uzun muddat o'tirg'a chiqaradigan ta'sirlarini muzokara qilganliklarini eskartgan bo'ldi. Ammo bu yig'in ichilayotgan paytda, bu yig'in ichilib atislam Ukraina prezidenti Zelenskiy bo'lsa, bu yerdagi yig'inga qarshi, bu yig'inninki bildirgan pozitsiyasiga qarshi nayeti küçülük bir şekilde narazılıkını oturup koyup, aciz ve kişini kaymuqtırış karakterlik başlıklar yığını bu bir usulde açılgan bu NATO başlığı diyen şekilde bu ibarını işletti. Dedi ki, Şimali Atlantik Ehti Teşkilatı'nın Ukrayna hava tevelikini uçuşçeklengen rayonda e'lon qilishni rad qilish orqali, çünkü Ukrayna bunu talep qilgan. Sizlar yig'ildinglar, mening xalqimni bombardimon qilayotgan Rossiya aeroplanlari hech bo'lmasa uçmusun bunu uçuş cheklangan rayon qilib o'tdinglar. Bu şekilde e'lon qilingan deb talab qilgan bo'lsa-mu, buni rad qilganligi uchun har qaysi shaharlarning bombardimon qilinishiga yeşil chiroq yoqib berdi dedi Zelenskiy. Shuning uchun bu acizlarning, yani aciz ve kishini qaymuqtirish xarakterlik boshliqlar yig'in deb sifatladi. Ve dedi ki bayonotida NATO devletlerinin barliq devlet bexatarlik teşkilatları düşmanning planlarini, Rossiyaning hujumni davomlashtirishni xohlaydiganligini nihoyat yaxshi biladi. Biz 9 kundan buyon bir rahimsiz urushni boshdan kechiryapmiz. Ular shaharlarimizni vayron qilyapti, xalqimizni, farzandlarimizni bombardimon qilyapti. Yangi hujum va o'lim yetimning muqarrar ekanligini nihoyat yaxshi biladi. Shundoq biladigan NATO qasddan holda havo tavallikini uçuş cheklangan rayon deb e'lon qilmaslikni qaror qildi. Bugundan boshlab qazo qilganlarning hammasi sizlar sababli o'lgan bo'ladi degan bayonotni e'lon qilgan bo'ldi. Xo'sh. Yana bir muhim xabarimizga kelsak,
Dünya Ayollar Günü'ndeki zor kölemlik yürüyüş faaliyetiga chaqiriq bu haberimiz. Hammamizga ma'lum 8 Mart Dünya Ayollar Günü seyşembe kuniga to'g'ri keldi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Bo'libmi albatta balki dunyoning boshqa joylaridagi xalqimizmi har xil bu kunda albatta shu davlatlardagi tashkilotlar xalqimiz bir yerga kelib qo'lidan kelgancha har xil faoliyatlarni o'tkazganligi ishimiz. Ammo Turkiyadagi Sharq Turkiston Nuzugum Kültür va Ma'rif Jamiyati, Nuzugum Sharq Turkiston Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti. Bu cemiyetden Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi, shundoqla İHH Yoshlar Sho'basi, İstanbuldagi Ayollar Jamiyati qatorliq jamiyatlar birlikda bu 8 Mart kunini nihoyatda keng ko'lamda bir ko'k yurish nomida cho'ng ko'lamlik bir faoliyat o'rinlashtirdi. Albatta bu tashkilotlarning hammasi butun xalqimizning qiz ayollarini bu seyşembe kuni, ya'ni 8 Mart kech soat 7'de boshlanadigan İstanbul Fatih Camisi'nden başlanıp Saraçxana Meydanı'na ve şu Saraçxana Meydanı'nda şu yerde axbarat e'lon qilish yig'ini şu yerde içildiğanlığı için bütün yuqoridagilar elib o'tgan bu tashkilotlarning hammasi xalqimizning xonim qizlarini ve şu xonim qizlarning yenda shularni maydonlarga olib chiqadigan erlari, akalari, ukalari degandek bularning hammasini shu kuni seshanba kuni soat 7'de şu Fatih Camisi'de buluşu üçün xalqimizning ovozini nihoyatda keng ko'lamda u yerdagi Sharq Turkistonda qiz ayollar duch kelayotgan, dafsanda qilinayotgan ig'ir vahshiyliklarni butun dunyoga jaronliq bir shaklda anglatish bu kunda bu kunni fursat bilish uchun bu bayonotni chaqiriqni bergan bo'ldi. Albatta bizlar ham butun xalqimizni, qiz ayollarimizni bu maydonda İstanbuldagi bo'lib xalqimizni kap berishini kuchli bir faaliyetinin şekillenishi uchun hassa qo'shishga chaqiramiz. Shunday qilib qadrli ko'ruvchilarimiz, bu haftalik muhim xabarlarimiz mush yerda oxirlashtirsak, albatta dunyo mana shunday xilma-xil jiddiy vaziyatlar bilan mashg'ul bo'lyotdi. Vatanimiz Sharq Turkistonda bo'lsa yuqorida so'zlab o'tilgandek, shuncha valla dalil isbot, shuncha valla besimlar oldida yana Xitoy bütün rezilliklerini to'xtatmasdan yenidən bir Şamның xuddi Şamchiroqqa o'xshash aran qolgan bu xalqqa azroq bir umid beradigan bir azroq xalqimizning yoshlarni bir tarbiyalash ehtimoli bo'lgan, biroz bo'lsin bir ruhiy besim yeniklitishi mumkin bo'lgan shu kursga o'xshash va har xil jamiyatlar shu faoliyat o'tkazgan joylarning hammasini butunlay yıldızdan qurtib uni to'xtatish uchun qaror e'linganligi haqidagi xabarni verdik. Albatta bu xalqaradagi faaliyat qilayotgan nurg'un tashkilot xalqimizning yangidan bir kuchlanib buningga qarshi bu erkin dunyoda xilma-xil faoliyatlarni, harakatlarni kuchaytirishining naqadar zarur va ehtiyojli ekanligini ko'rsatib berish kerak. İnşallah Rabbim ömür bersa oldimizdagi sonda boshqa mazmunlarda ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.